Yaqin kunda iPhone 16 prezentatsiyasi bo'ladi. Xulqida muammosi bor qiz badani ko'karib, tizzalab shilinib bo'lsa ham iPhone'ni oladi. Uylanishga shoshilgan yigit haligi qizni xotin qilib oladi. Yoshlar baxtli bo'lsin. Nima o'zgaradi? Abu Malika bozor buzilaman deguncha ko'z ostimga olib qo'ygan malikam buzilib ketdi. Oka, uyda farzandlarni tarbiya qilib o'tirgan kenayimda telefonni oddiysi, ko'chadagi 2-3-larida telefonni modnisi bo'lsa, o'zingiz uchun biling, siz hayzi kelgan tampondan arzonroq oladasiz. O'zingizdan qanaqadir boyvachani yasamasdan oddiy yuravering. Bolalar kimligingizni biladi. Gaplashing, nima o'zgaradi? iPhone 16 olib bersangiz hijobga kiraman. Qoching. 1 yil oldin og'aynim ayol makriga uchib, uni mahriga iPhone 15 Pro Max olib berdi. 2 oy yashab ajrashdi. Hozir esa iPhone 15 Pro Max kreditini to'lab qo'ying degan SMS uni Redmi telefoniga keladi. Naqadar alam qiladi. Mahr berishga shoshilmanglar, nima o'zgaradi? Kiygan kiyimingiz, haydagan mashinangiz, ushlagan telefoningizga qarab hurmat, muomala qiladigan insonlar atrofingizda bor ekan, bu jamiyatda kim o'zarga poyga o'ynash avj oladi. Do'stim, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar tabaqaga ajratmaylik. Zero kredit, nasiya, arendaga boy bo'lib yashashni yorvorvonmiz. Mana bu niqobni ehtiyot qiling. iPhone'lar ma'lum bo'lsin, lekin iPhone megapikselidan ko'zlarimiz aqlliroq.